Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve selamu ala Resulillah. Assalamu alaikum ve rahmetullahi ve berekatuh. Kur'an ögünüş kursuga qadam tashrif qilganligingizdan Allah razı olsun. Biz hem memnun bulduk. Allah subhanahu ve taala bu amellerimizni salih ameller qatarida qabul qilgay. Bu derslikimiz birinci ders Kur'an'ni tushunishning oddiy usuli, birinci bab namaz ve bundan keyin o'tiladigan 20 saatlik kursning asos mazmunni muqaddima tushuntirilishi bo'ladi. Oldi bilan Allah subhanahu va taolaning bizga Qur'onni tushunishning oddiy usuli programmasini o'rganishga fursat berganligiga hamd aytamiz. Bu programma Qur'onni tushunish akademiyasining qurg'uvchisi va mudiri doktor Abdulaziz Abdurrahimninki qo'llashi va ruxsat berishi bilan keng ommaga tarjim qilinib taqdirlandi. Rabbim Allah subhanahu va taoladan bu amgigimizni qilish jarayonidagi kamchilik, nuqsonliklarni kechirib o'tib, mushu amgigimizni qo'llag'uchi, qatnashchi, taqatchilarga to'liq ajr azim berishini tilaymiz. Bu birinci derslikten biz inşallah şularni o'rganamiz. Yani Kur'an'ni tanıştırış, Euzu billahi mineşşeytanirracim'den başlaş. Grammatik kısmında huve, hum, ente, entum, ana, nahnu qatarlıqlarni o'rganamiz inşallah. O'rganish yetakchisi de bu derste biz Kur'an-ı Kerim'deki taxminan 4777 qitim takrorlanib keladigan 11 yangi ham so'zni o'rganib olamiz inshaalloh. Alhamdulillah. Barcha hamd sana Allohga xosdir. Biz bu darsni tamomlaganda Qur'onda taxminan 7250 qitim uchraydigan 13 ham so'zni o'rganib olamiz inshaalloh. Qur'oni Kerimda 4500 söz taxminan 78 bin qitim takrorlanib keladi. Allah subhanahu wa taala hammamizga mush 78 bin takrorlanib keladigan 4500 ham so'zni pat fursat ichida ixlosmandlik bilan o'rganib olishimizga yordam qilgay. Oldi bilan jazakumullohu xayran. Bu engikimizni taqtishga yordam berganlarga Allah subhanahu wa taala eng katta yaxshi mukofotlarni ato qilgay. Mübarek bo'lsin. Ya'ni Qur'onni, Allohning kitobini o'rganishga boshlaganligingizga muborak bo'lsin. Shuni ta'kidlab o'tishga to'g'ri keldiki, meningki bu yerdagi saviyam men olimlardan, ustozlardan o'rgandim. Bu yerdagi men mushu saviyam bilan normal avam xalqqa, ya'ni boshqalarga o'rgataman. Endi bu darsligimizda qo'llanadigan uslublar, bu darslik tuvendi kitoblarni ko'zdan kechirish orqali qo'lga keltirilgan zamonaviy usullarni asos qilgan. Ya'ni Hindiston, Pokiston, Bengal, Indoneziya, Angliya va Amerikada nashr qilingan arab tili grammatikasi, Qur'ondagi so'zlarning statistikasi, o'qitish andizasi, ikkinchi tilni o'rganish quroli, ya'ni chet elliklarga ingliz tilini o'rgatishdagi eng yangi uslub, so'zlik ko'paytirish va hokazolar. Mina, tafakkur, unumlik yashash ve nervu til sistemisi qatorliq uslublarni qo'llangan. Bu darslikning nishonlari, ya'ni 20 saatlik darslikning nishoni, birincisi biiznillah sizni Qur'onni tushunishning oson ekanligiga qoyil qilish. Undaqda Qur'onni tushunish bizdan nimalarni talab qiladi? Dünyadaki besilgan Qur'onning eng ko'p uchraydigan basma nusxalariga qarasak, Qur'onning eng ko'p uchraydigan basma nusxalarida mushafning bet soni taxminan qancha bet bo'ladi? Deb baqayli.
600. Maşallah. Her betteki kursanço 15. Her bir kurdaki o'ttirchi söz sani taxminan 9. Her bir betteki umumiy söz sani taxminan 130. Yani 15'ni 9'a köpəysək 135 taxminanlaştırsak 130. Yani Kur'an'daki umumiy söz sani 130 sözünü 600 betki köpəysək bu taxminan 78 min. Yani 80 mindən tövən çıxıdı. Allim. Yani ügütün. Nemin ügütümüz? Meşedeki 600, 15, 9, 130, 78 min. Qatarlıq muş sanla Kur'an'da çıkan. Allim. Muşun ügütün. Allim. Muşun ügütün. Aldı bilen Resul sallallahu aleyhi ve sellem'nin ki hadislerden tanışıp ödülü. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şundak degen. Sizlerinin en yaxşınla Kur'an'ı ügengen ve ügetkenlerinladır. Bu hadisini derhal emeliyetinizge tatbiqlan. Bu sanlarını yukarıda ügenip ötken sanlarını eninizde olturgan dostunuzga ügütün. Ailenizge, balıvaqılarınızga, emralarınızga ügütün. Tamamlagan aman o sizge ügetsin. Maşında kılıp yadımız tutumuz inşallah. Kur'an'ı ügünüş şundak asan. Allah subhanahu ve teala biz Kur'an'ı düşünüşünü ve est saklaşını asanlaştırdık degen. Şuna Kur'an'ı ügünüş kıyın degen gep şeytanın vesvesisidir. Bundak gepni hiyalınızga mı keltirip kalman ve hem ağzınızdan mı çıkarıp yürmen. Acaba biz Allah subhanahu ve teala'nın Kur'an'daki sözüge karşı çıkımız mı? Allah bizni apoqigay, na'udhu billah. Emdi biz Kur'an'la ügünüşünün kandak asan ekenlikini misaldan körep bakılı. Eğer siz bir namazdaki her bir sözün menisini ügünü vasınız. Mesela biz gündelik namazımızda köp okuyduğun sürelerin me'nilerden Sure Fatiha, Sure Asr, Nasr, Kafirun, İhlas, Felak, Nas. Hem şununla birge şu namazlarımızın toluk ada buluşuğa ketadigan azan ve tekbirinin ma'nileri, taharet iliştiki dualar, ruku secdede kıldıgan dualar, zikirler, teşehhud yani ettehiyyatu lillahi ve salavat bunun ma'nileri, Allahümme salli ala Muhammed, Allahümme barik ala Muhammed, hem Rabbena atina fid dünya hasene ve fil ahireti hasene ve qina azabennar qatarlıq dualarının ma'nilerini biliviliş bilen birge bütün beden işqisilindiğan yani TPI favqulodda oddiy grammatika arqılıq Kur'an'da 41 min qitim görüldüğün yoki Kur'an'ın 50%'ni yoki her bir kurdaki sözlerinin yerimini egillaydigan 232 sözünü ügünü alalayımız inşallah. Yani Kur'an'daki her iki sözünün biri namazda uçuraydı. Bunu mu ügütün özara inşallah. Bu 20 saatlik ders tügegenden keyin siz yine köp okuladigan dualarni asas qilgan iki ders arqılıq taxminan 300 sözünü ügünü olasiz ve Kur'an'daki sözlerinin 70%'ni şundaqla zörür grammatikalık bilimlerini egallab bo'lgan bo'lasiz inşallah. Endi bu ders tügegenden keyin dastlabki paridagi her bir kurda siz bilmaydigan söz 2'den az bo'ladi. Bu 3 derslik tügegenden keyin her bir bet qaladigan notunush sözlerinin miqdori birinci parida 20 etrafida. Siz bilmaydigan sözlük qolib qoladi. İkinci paridan 5. parigacha 13 kilo xat qoladi. 6. paridan 28. parigacha her bir betde faqat 6 etrafida ham söz qolib qoladi siz bilmaydigan. 29. pari, 30. parilarda 12'den ham söz qolib qoladi.
Endi bütün Qur'onni o'rganib chiqmoqchi bo'lsak, bu 3 darsdan keyin Qur'onning har bir bitiga yarım soat ketadi. Ya'ni 600 betga faqat 300 soat ketadi. Biz hozir tanishtirib o'tgan 20 soatlik kursdan 3 kursni 60 soat deb hisoblasak, ma 300 soatni qatqa vaqtida jami 360 soatlik ketadi. Elhamdülillah, bu bekli oson emasmi? Hayotda plansız yaşaganlik mag'lubiyat uchun plan tuzganligingiz bo'ladi. Ya'ni plansizligingiz mag'lubiyat uchun plan tuzganligingizdir. Endi Qur'onni tushunishning qanchalik oson ekanligini bilgansiz, shunga plan tuzing inshaalloh. Masalan, elib aytsak, tamoq yeyish uchun plan tuzmaganligingiz, och qilish uchun plan tuzganligingizdan derak beradi-da. Agar siz Qur'onni o'rganish uchun 360 soat vaqt sarf qilishni xohlamasangiz, bu sizning Qur'onni o'rganganingiz yo'qligidan derak beradi. Bu kursimizdanki nishonning ikkinchisi so'zma-so'z o'rganish va butun badanni ishga selish, ya'ni TPI usuli orqali sizga Qur'onni tushunishni qanday boshlashni, buning oddiy usulini o'rgatish. Shundaqla Qur'ondagi so'zlarning 50%ni o'rgatish inshaalloh. Uchinchi nishoni sizga 7 surani va namozdagi zikrlarni o'rgatish orqali sizning namozni xushu, ya'ni Allohdan haqiqiy ayminish bilan o'qishingizga yordam berish inshaalloh. O'zimizning namozlarini tekshirib baqadigan bo'lsak, namozlarimizdagi eng zo'r mushkulotlardan biri namozlarimizni xushu bilan o'qiyolmaslik. Namozni xushu bilan o'qishga to'salg'i bo'ladigan eng cho'ng omil vasvasa, ya'ni shaytonning namozdagi vasvasalaridir. Aldı bilen biz mingimizni tekshirib ko'raylik. Biz bir yil vaqtda 5 ishni tangli qila olamiz. Ya'ni mingimizningki 5 qonili bor bo'lib, buni misol qilsak, masalan, siz mashina haydab o'tib, bir yil vaqtda rolni boshqara olasiz, tormozni tizginlay olasiz, do'stingizga yoki yiningizda o'tag'anlarga, hamrohlaringizga, boshqalarga gap qila olasiz, telefonda so'zlasha olasiz, yo'lga qaraya olasiz, ham bormoqchi bo'lgan do'kon yoki o'rinlarni izlay olasiz. Demak, bizning bu Alloh subhanahu va taolo yaratgan mingimizning nurg'un kanallari bor bo'lib, biz namoz o'qigan vaqtida bu kanallarning hech qaysini bekor qo'ymasligimiz kerak. Ya'ni namoz o'qiganda namozni qiroat bilan o'qishimiz kerak. Tajvidga rioya qilishimiz kerak. Nima deyotganligimizni tushunib o'qishimiz kerak. O'qiyotganlarimizni ko'z oldimizga keltirib o'qishimiz kerak. Uni his qilib va ta'sirlanib o'qishimiz kerak. Hamda shuning bilan birga eskartishga to'g'ri keldiki, biz namozlarimizni xushu bilan, ya'ni bütün diqqatimizni yig'ib, bütün vujudimiz bilan bilib turib, to'g'ri talaffuz qilib o'qishimiz uchun bu jadvaldagi ko'rsatilgan arab tilida jami 28 harf bor bo'lib, buning ichidagi 20 harf Uyg'ur tili alifbasida bor. Siz faqat yuqorqi jadvalda sol tarafda ko'rsatilgan 8 harfni, ya'ni ha, ta, ayn, sod, fa, zol, dod, zo qatorliq 8 harfni to'g'ri talaffuz qilishni o'rganib olsangizlar, Arabchini, ya'ni jumladan Qur'onni to'g'ri tajvid bilan o'qiy oladigan bo'lsangiz inshaalloh. Bu 8 harfni va qolgan harflarni to'g'ri talaffuz qilishni o'rganib olish bizningki Qur'onni, ya'ni namozni xushu bilan o'qishimizga, to'g'ri ajrga erishishimizga bevosita foydasi bo'ladigan birdan-bir usul. Alloh subhanahu va taolo hammamizga mushu fitna fasod mazgillarida Qur'onni to'g'ri o'qish uchun shu Qur'ondagi har bir harflarningki haqlarini to'g'ri atilishini o'rganib olishimizga
hem ügünüp olgandan keyin amalga selib, boshqalarga taqishga sababchi bo'lishimizga yordam berishini tilaymiz. Agarda unda qilolmasak, shayton bizga osonlam hujum qila oladi-da, bizning namozimizni buzib yutadi. Oddiy bir inson bo'lish sifatimiz bilan agar biz namozda nima deyotganligimizni tushunmasak, diqqatimizni yig'a olishimiz asosan mumkin emas. Bu ders namozni va uningdagi har bir zikrni tushunib, namozda haqiqiy xushu hosil qilishni asosiy maqsad qilgan. Bu 20 soatlik kursimizning nishonlaridan 4-inchisi sizga Qur'onni hayot qanday tatbiqlashni o'rgatish beiznillah. Har bir qitimliq o'rganishdan keyin his qilganlarimizni ko'z oldimizga keltirib turib, so'rab, baholab, planlab uni taqishimiz kerak. Bularni qanday ijro qilish, ya'ni ro'yobga chiqarishni bir ozdan keyin inshaalloh sizga o'rgatamiz. Bu darslarimizdanki yana bir nishonisi, yana 5-inchisi e'tiqodingizni kuchaytirish ve amellaringizni yaxshilash. Bu güzel axloqni o'z ichiga oladi albatta. Namoz har kuni bizning Allohga, oxiratga, Alloh nozil qilgan kitoblarga, payg'ambarlarga va qado ham qadarga, taqdirga bo'lgan iymonimizni 5 vaqt yengilishimizga yordam berdi. Namoz yana bizning yomon amallardan saqlanishimizga yordam berdi. Allah subhanahu va taala Qur'oni Karimda İnnes salate tenha anil fahşai vel munkar. Tercümesi namaz hakikaten qabih işlardan ve günahlardan tosudu degan. Şu veciden eğer biz namazlarımızı ıslah qilsak, Allah xolisa hayotimizning qolgan qismi ıslah bo'ladi. Bu derslik nishonlardan 6-inchisi sizga Qur'onni asos qilgan arab ig'iz tilidagi 100 jumlani o'rgatish. Buni grammatik qismida o'shirtisiz inshaalloh. Bu dersning o'zigacha alayidliklari. Biz dersimizni hada baytun kabir, ya'ni bu cho'ng uydir degandek jumlalar bilan boshlamaymiz. Albatta siz hada baytun kabir degan so'zni qayerda ishlatasiz? Belkim sizning bir arab qo'shningiz bor bo'lib, uning kichik bolasi yig'ilganicha oldingizga kelsa, siz u bolani past qilish uchun quchingizga o'ltirg'izib, shuf unaga qara, hada baytun kabirun deyishingiz mumkin. Ammo bundaq ahvol mangu yuz bermasligi mumkin. Shunglashqa alhamdulillah biz eng muvofiq usulni tanladik. Bizning darsimiz sura Fatihadan boshlanadi. Her kuni Allohga 25 qitim atrof bilan munojat qilish, arab tilini Alloh bilan so'zlash jarayonida mashq qilish. Bu nima degan go'zal boshlanish, nima degan to'g'ri nishona? Biz 5 vaqt namozda taxminan 1 soat vaqtni Allohga arabcha nido qilish orqali o'tkazamiz. Shundoq bo'lgan ekan, ishni nimishqa mush yerdan boshlamaymiz. Bu bir aqalli ishdir. Onun ustiga bu o'rganish usuli ayol, qir yosh barliq musulmonlarga, hatto bolalarga mos keladi. Endi darsimizni boshlaylik. Tuvanda 1-qurda arabcha tekst berildi. 2-qurda uning so'zma-so'z tarjimasi. 3-qurda bo'lsa so'zlarning tushuntirilishi berildi. Oldi bilan arabcha jumlani to'liq o'qib ko'ring. Ondan har bir so'zni tarjimasi bilan qo'shib o'qing. Hamda oxirida shu jumlaning to'liq tarjimasini o'qing. Biz sura Fatihani va yoki Qur'onni o'qishdan burun A'udhu billahi minashshaytonirrojim ne o'qishimiz kerak. Shuna mushini o'rganishdan boshlaylik. A'udhu billahi minashshaytonirrojim. Panoh tilayman Alloh bilan din, shayton qo'g'langan. A'udhu men panoh tilayman.
Bu Kur'an-ı Kerim'de cemi 7 qitim tekrarlanıp keldi. Yani a'udhu'nun ma'anisi panah tileymen degan bo'lib, biz hammamiz bilgandek hayotimizda har qanday bir ishni qilishdan burun bizga bexatarlik eng birinchi. Avval biz bexatarlikka erishishimiz, o'zimizni qo'g'dishimiz kerak. Andan keyin boshqa ishlarni qila olamiz. Andan keyin boshqa ishlarni o'ylay olamiz. Shunga tunji bo'lib biz Qur'on o'qigan, mayli hamma ishni qilgan vaqtimizda jo'dislar bexatarlikni, ya'ni a'udhu Alloh subhanahu va taologa sig'inib panohlik tilashni boshlashimiz kerak. Billahi Allah bilan. Bu Qur'onda 2550 qitim tekrarlanib keldi. Billahi bi bilan Allah Allah. Min deganimiz qo'shimcha din bo'lib, bu so'zning yana boshqa ma'nolari bor. Qur'oni Karimda jami 2471 qitim takror keladi. Ash-shayton alif lam al bu şeytan birlik shayotin ko'plik jami bo'lib 88 qitim takrorlanib keldi. El-racim el bu racim qo'g'langan jami 6 qitim takrorlanib keldi. Siz şeytanni Allah'a yaqin deb o'ylamsiz? Hergiz undaq emas. U Allah'ның rahmetidan qo'g'landi qilingan, rad qilingan, tashlib etilgandir. Her qitim qiroat qilganingizda, ugunishdan keyin his qilganlaringizni ko'z oldingizga keltirib, so'rab, baholab, planlab taqting. Bunun qandaq icra qılındığanlıqını keyinki basqışda ögünümüz inşallah. Allah subhanahu wa ta'ala asmanda erşinin üstüde bolsumu, lekin ilmi arqılıq bizge tolumu yıqındır. O bizning o'ylaganlarimizni mu, ko'nglimizda pikkenlarimizni mu bilib turdi. Yuqoriqi panoh tilash duosini Allah duoyimizni cho'qim ijobat qiladi degan qat'iy iymon bilan qiling. Ondaqda biz şeytan to'g'riliq azroq tushunchaga erishaylik. Şeytan zodi kim? U bizning eng cho'ng va eng xatarlik dushmanimiz. U Adem alayhissalomning davridan tatibla insonlarni azdirishda g'oyat zo'r tajribaga ega bo'lgan. U hatto Adem alayhissalomni azdirib jannatdan chiqib ketishiga sababchi bo'lgan. Hazır hayat yaşayotgan hech qaysimiz şeytan qarshi turishda Adem alayhissalomdan aqlliq bo'la olmaymiz. Şeytan Allah subhanahu va taologa o'zining bizga o'ng so'l oldi keynimizdan hujum qiladiganligini aytgan. Yana bir yeri biz şeytanni ko'ra olmaymiz. Uni ura olmaymiz va yoki uni o'tirib o'tmaymiz. Uni yaxshilikqa qoyilmi qila olmaymiz. Şu vecdin şeytanga qarshi birdan bir eng kuchli chora yuqorqi jumlada ko'rsatilgan shaklda Allohga sig'inib şeytanning sharridan panoh tilashdir. Şeytan Allohga osiylik qilganlikdan Allohning rahmetidan qo'g'langan. Bu qo'g'landi şeytan bizning o'ziga ergishishimizni va o'ziga o'xshash bo'lishimizni orzu qiladi. O her vaqt bizni do'zaxga kirgizish uchun harakat qiladi. Shuning uchun har vaqt shaytonning hujumidan keladigan xavfni unutib qolmay, xuddi bir necha kun osh tomoqsiz qilib, ochliqdan qiynalib yemaklik tilagan tilamchiga o'xshash shaytonga qarshi Allohdan panoh tilayli. Her birimizning yinida, uyida, ishxonasida, bozorda biz yolg'iz qolgan vaqtlarimizda yoki telefon o'ynayotgan vaqtlarimizda yoki kompyuterning oldida turgan vaqtlarimizda va yoki do'stlarimiz bilan birga bo'lgan vaqtlarimizda yenimizda turib bizga vasvas qiladigan birdan shayton bor. Biz har vaqt
şeytan bilan to'xtovsiz urush altida turamiz. Bexatarlikni birinchi o'ringa qo'yish şeytanga qarshi bu urushda utuq qozongan kishining odatidir. Shundaqla bu biz sura Fatihada o'rganmoqchi bo'lgan 12 odatning birinchisidir. Ya'ni şeytan vesveselerinden utuq qozonish uchun yetildiradigan 12 odatning birincisi şeytanning vesveselerinden Allah subhanahu wa ta'alaga sığınıp panoh tilash kerak. Endi dersimizdeki A'udhu billahi mineşşeytanirracim'nin tercümesini qilib o'rganing. Siz bu dersliklerimizden nimalarni o'rganaysiz? Siz bu derslikten Kur'an-ı Kerim'deki en kısa sürələrdən 7 sure ve namazdaki zikirler ve ulanın tercümeleri yani manalarını yine addilaştırılgan Arap dili grammatikisi tahminen 100 parça Arapça diyalog bulardan sırt tasavvur ve his qilish orqali qiroatni qandoq yaxshilash bu sure ve zikirlarni hayotimizga qandoq tatbiqlash qatorliqlarni ve shundaqla yuqorqilarning hammasini faqat 20 soatda tamamlay olasiz inshaalloh. Endi namozlarimizni yana tekshirib bakadigan bo'lsak, namozlarimizda 3 og'ir masala bor. Belkim sizde bu meseleler bo'lmasligi mumkin. Allah subhanahu wa ta'ala hammamizga bu meselelerden qutulishga yordam qilgay. Birinchidan biz namoz o'qiganda biz qiroatni bek tiz qilamiz. Misolga ilib qo'ysak, agar bizning bir katibimiz bo'lib, o katibimiz bizga ashundoq tiz gap qilsa, biz cho'qim unaga aldırmayroq gap qilsangchi, sen gap qilishni bilamsan yo'q demasmizmi? Biz namozda xiyol surishga nihoyat amroq. Agarda shu katibingiz sizga, "Efendim, siz haqiqatan esil odam, sizga ko'p rahmat, yaxshiligingizni unutib qolmayman" desa, ammo siz uning xiyolining boshqa yerda ekanligini, sizga gap qilgach, top o'ynashni, nas kerak setib olishni xiyol qilib yurganligini bilsangiz, uning tashakkurlaridan mamnun bo'lasizmi? Biz hissiyatsiz qiroat qilamiz. Katibingizning sizga aldırmay hem diqqatini yig'ib, ammo hissiyatsiz shaklda o'likdek gap qilishini yoqtiramsiz. Biz namozni ana shundoq o'qiymiz. Ya'ni hissiyatsiz o'lik namozdek. Allah subhanahu wa ta'ala hammamizga tavfiq hidoyat ato qilgay. Namozlarimizni isloh qilishimizga yordam qilgay. Amin. Hammamiz bilginimizdek Allah subhanahu wa ta'ala bizni bu dunyoga ibodatga yaratgan. İbadetning hammasida sinoq bo'ladi. Yoki o'z nafsimiz uchun tanlash, yoki Allah subhanahu wa ta'alaning roziligi uchun tanlash. Her bir amallarimizda Allah'ning rizoligini ko'zlagan asosda niyat ham bil bog'lashimiz kerak. Endi namozdagi vasvasaga kelaylik. Bir sahabe Peygamber aleyhissalatu vesselam'a namozdagi vasvasa haqida shikoyat qilib, şeytan men bilan namozimning qiroatimning orasiga kirib, meni ilishtirib yetdi dedi. Peygamber aleyhissalatu vesselam o Hanzab ismli şeytandır. Eğer o sana vesves qilsa, Allohga sig'inib uningdan panoh tilagin ve sol yanınğa 3 qitim quruq tükürgin degan. Endi biz bu sahabening vesvesiga tutgan chorasiga qarab boqaylik. O sahabe, men shunda qilgan edim, Allah subhanahu wa ta'ala uni mendan yiroqlashtirdi degan. Sahihul Muslim 2203 hadis. Biz qiroat qilishdan ilgari mush hadisga amal qilishimiz lozim. Ammo bunday qilishdan ilgari xuddi biz dunyolikda o'g'ri kirishdan saqlanish uchun uyimizning eshik derazalarini mahkam taqab,
o'g'ir kirishning oldini olganimiz o'xshash, mingimizning shayton kiradigan eshik derazalarini taqishimiz kerak. Undaqda bu eshik derazalar yoki mingining kanallari zodi nima? Buni kelar qitimizda o'rganamiz inshaalloh. Alhamdulillah. Bugungi darsimiz Qur'onni tushunishning oddiy usuli. Birinchi dars namoz. Ve şunun bilan birga bundan keyingi o'tiladigan 20 soatlik darsning umumiy tushuntirishini angladinglar. Endi biroz dam olgandan keyin birinchi darsning ya'ni grammatik qismi, ham so'z qismini o'rganishga boshlaymiz inshaalloh. Va sallallohu ala Muhammad va ala alihi va sahbihi va sallam. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.